Lifehacklarni ko'rsataman. Qulayroq o'rnashib oling. Videoni ko'rishdan oldin like, abuna bosishni unutmang. Va unda biz boshladik. Siz tez chiqara oladigan zina qurishni bilasizmi? Yo'q, bilmaysiz. Chunki men sizga hozir o'rgataman. Buning uchun men qilgan narsalarni takrorlashingiz kerak. Xohlagan blogingizni shunday qilib xohlagan qavatingizgacha qurishingiz mumkin. Hozir do'stlar, buni yasab ko'rsatib beraman. Mana tayyor. Endi buning tagidan bir blok kavlab bu yerga ruh toshi qo'yasiz. Keyin ruh toshi qo'ygandan keyin bu yerga asal blokdan terib chiqasizlar. Mana. Va endi bu ruh toshining ustiga suv quyib chiqasiz. Mana. Va bu ortiqcha ham qo'shilib ketdi. Va bunday qilib qo'yganingizdan keyin agar siz bu yerga chiqmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerga mana bunday qilsangiz, u sizni tezda olib chiqadi. Va biz keyingi lifehackimizga o'tamiz. Va keyingi ajoyib lifehackimni sizlarga ko'rsataman. Va buning uchun men ko'rsatgan narsalarni qurib olishingiz kerak. Olmos blok bo'lishi shart emas. Mana shunday bitta zinaga o'xshash narsa qurib olasiz va bu yerdan 7 blok joy tashlaysiz. Mana men ko'rsatgandek bu yerga yopishqoq pistonlarni qo'yib chiqasiz. Yo'q do'stlar, xato qo'yibman. Aslida bu bunday bo'lishi kerak. Yo'q, xato qilibman ekan do'stlar. Azur xato bo'lyapti ekan. Va mana bunday men ko'rsatgandek qilib qo'yib olasiz. Va bu yerga zina bloklarini qo'yib chiqasiz. Zina blokning qandayligi farq qilmaydi. Xohlaganingizdek qilib qo'yib chiqasiz. Nega bo'lmayapti? Xo'sh, bu yerdan mana do'stlar, qo'yib oldik va pastini buzib tashlashingiz kerak. Va keyin va bu yerdan ikkita joy tashlab, bu yerga piston va bu yerdan mana sizna qo'yib olasiz. 2 blok tashlab, endi bu yerga piston qo'yib shuni davom ettirsak bo'ladi. Mana men ko'rsatgandek qilib qurib olasiz. Bu avtomatik zina. Mana do'stlar, tayyor. Bunisi bilan bir xil bo'lishi kerak. Endi bu yerga ham yopishqoq pistonlarimizni qo'yib olamiz. Bir xil bo'ldimi? Ha. Endi men ko'rsatgandek bularga ham zina bloklarini qo'yib chiqasiz. Yoqasi o'xshamayapti do'stlar. Shuning uchun biz ustma-ust qo'yib chiqaman. Mana. Va tagidagilarni buzib tashlash kerak. Yo'q do'stlar, xato qilibman bu yerda. Xatolik uchun uzr. Mana. Va endi esa bu yerga mana bunday narsalarni
ichakka o'xshagan narsani qo'yib chiqasiz va narigi tomoniga ham xuddi shunday qo'yasiz. Keyin bizga o'rgimchak to'ri kerak bo'ladi va buni qo'yib olamiz. Mana bular bir-biriga ulanishi kerak. Mana keyin bularga ham xuddi shunday qilib o'rgimchak to'rini qo'yib chiqishingiz kerak bo'ladi. Bular bir-biriga ulanishi kerak, bo'lmasam bu o'xshamay qoladi. Men ko'rsatgandek qilib chiqing, bo'lmasam o'xshamasligi mumkin. Mana do'stlar, bularni ham qo'yib olamiz. Mana Mana do'stlar, bunday qilib qo'yib chiqishingiz kerak. Va do'stlar, bu yerda to'xtab turishga majbur bo'ldim va biz bu tomonlarni endi berkitib olishimiz kerak. Chunki bu yerdan bo'lmasam har kim o'tib ketaveradi. Hattoki siz bu yerga uy qursangiz, zombilar ham chiqib ketishi mumkin orqangizdan. Mana bunday qilib berkitib olamiz. Shunda har kim ham chiqib olavermaydi bu yerga. Xohlasangiz bu yerga uy quring tepaga. Mana do'stlar, bu yer zinaga o'xshab qoldi. Shuning uchun buni ham tepasini nargisga o'xshatib berkitib olishingiz kerak. Mana shunday. Mana do'stlar, endi biz bu yerdan videolar ko'rinmaydi. Shuning uchun biz bu yerdan bunday qilib ketishimiz mumkin va bu orqadagilar avtomatik ravishda yopilib qoladi. Va sizlarga xayr deb qolaman va bu videoning ikkinchi qismi 100 ta yo'q, yaxshisi 50 ta laykdan keyin chiqadi. Video yoqgan bo'lsa like bosamiz va obuna bo'ling. Sizlar bilan Sardorbek Gamer bo'ldi. Yo'q, Streambek bo'ldi sizlar bilan. Do'stlar, xayr.